Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmamizga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Bugungi suhbatimizni Uyg'ur sotidan keyingi qurultayning qonuniy tirishchanliklari to'g'riliq qilib boramiz. Aziz ko'ruvchilarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlashishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz Mehmet To'xta apandi. Suhbatimizga xush keldingiz Mehmet To'xta. Mehmet To'xtapandi qurultayning ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun ishlar komiteti mudiri, shundaqla Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi ijroiya direktori. Mehmet To'xtakam uzun yillik inqilobchi, siyosatchi va qonunshunos. Mehmet To'xtakam, sizning simoyingiz vatandagi o'quvchilar harakatidan tortib, keyingi yoshlar qurultiyi va hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurilishidan taraqqiy qilib, hozirgacha hamma yerda sizni ko'rishga bo'ldi. Shunga sizni tanimaydiganlar bo'lmasa kerak. Shundaqdimi o'zingizni va Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishini qisqacha tunishtirib o'tsangiz, rahmat. Ko'p rahmat. Oldi bilan bu programmaga muborak bo'lsin. Inshaalloh millat xizmatini qanchalik qo'limizdan kelgan bo'lsa shunchalik qilish bilan o'tdi. Ta ki 1980 yılı shu vatandan boshlab Cenab-ı Allah beni to'g'ri yerda, to'g'ri insonlar bilan uchrashtirdi. Etrafimga shunday mukammal ustozlarni va qarindoshlarni va shular bilan tanishib, shulardan o'rganib, shunday bir muhitni menga yaratib berdi. Hamda shu 80-yillarda men shu bulardan mesela şu vaqtlarda Abdulqadir yapacağını vaqtlarda vatanda burundan atlananlarning 90% belki chet elga chiqmaganlarning hammasi shehid ketdi. Ondan keyin ailemizga shunday bir fojialik bir qismatlarni Cenab-ı Allah shunday buyurib ekan. Cho'ng dadamni Xitoyning shu bo'lmaydigan turmusida o'lib ketgan. Dadam 2 yosh vaqtida shehid bo'lgan. Dadamni uzun muddat Xitoyning turmusidan o'lib, men 16 yoshga kirganda dadamni shu turmuza bilan o'lib ketdi. Hem de anam 8 bir tuqqan bilan shunday qoldi. Shunday bo'lsa-mu, atrofimizdagi yaxshi insonlarning rag'batlantirishi va ta'lim tarbiyasi bilan dadidan olmagan ta'lim tarbiyani shu muhitdan qag'labda oldim. Oliy maktab o'qish jarayoni shu o'quvchilar harakati, undan keyin Xitoyda vaziyat nacharlashgandan keyin chet ellarda bir ishg'olon xizmat ijrat va 92 yil Turkiyadagi birinchi milliy qurultay, undan keyin yoshlar qurultayi, undan keyin 98-yili Kanada ko'chgandan keyin Sharqiy Turkiston, Kanadada qurilgan Kanada Uyg'ur jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultayining qurilishi, 2 qatimliq muavin raislik vazifa, undan keyin 2010-yildan 12-yilgacha Yevropa parlamentida tunji qatim qurultayga vakil bo'lib xizmat qilish va undan keyin belgilik bir o'qish va qaytadan mana Kanadada shu Uyg'ur davosini texmo paketlik ve tədqiqat əsasında şundaqla hökumət bilan kəsbi əsasında yürütdürüş üçün Uyğur haqlarını himayə qilish quruluşu namlı bir təşkilatın rəsmi tizimini şu təşkilatın icra direktoru işləvatdığımda 1,5 yıl oldu. Dəvətdə bu 1,5 yılın köp nəticəlik 1,5 yıl oldu. Köp rahmat. Endi söhbətimizni rəsmi başlaylı. Oldi bilan Uyg'ur sotininki ahamiyati nima? Nimishqa Xitoy bu sot uchun bundacha ularcha changishib ketdi? Xitoyni o'ltirg'izmayotgan, Xitoyninki haqiqiy ziddiga tekkan. Lekin biz Uyg'urlar diqqat qilmayotgan bu yerda bir masala bormi qandoq? Masalan, guvohchilarni bo'lsa artist topmoqda, bu sotning qonuni
asos yo'q, Uyg'ur soti Amerikaning Xitoyni parchalash o'yini degandek bo'htonlarni chaplab keldi. Hatto Jeffernoy Sapandan Amerikaning jasosi deb bildirlab yurdi. Yana bir qism Uyg'urlarmi Uyg'ur soti va Uyg'ur soti uchun jafolik ishlagan kishilarni qaralash qurindi. Hatto 2021-yilda sotsial mediadagi eng chong jadal mojaro mush sot bilan boshlandi. Yani bu sotning tashabbusi bo'lgan qurultoyni qaralash va o'rish to'lqini hozirgacha davomlashyapti. Buning zodi sababi zodi nima? Buni bir siz o'zingizning tushunchangizni deb bakkan bo'lsangiz. Rahmat. Ko'p rahmat. Nayt aniqliq savol. Menimcha nurg'un qarindoshlarimiz bu savolni o'yladi. Balkim texchi o'ylayotdi. Darvaqa bu Uyg'ur sotini kurishdan burunmi Xitoy hukumatini xalqaro sotga berish haqida xilma-xil qarindoshlar o'rtasida fikrlar bo'lgan, harakatlar bo'lgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu masalaga kelganda qanday qilib biz natija olamiz? Chunki biz e'tirof qilsakmi, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 5 doimiy a'zo davlatning birisi, xalqaro sistemalarda Xitoyning rad qilish huquqi var. Xitoyning to'sab qolaoladigan iqtisodiy, siyosiy va diplomatik kuchi var. Bu to'sab qolaoladigan kuchi hatto shu xalqaro jinoiy ishlar sotiga, xalqaro adolat divonigacha Xitoyning bu yerda kuchi var. Masalan, xalqaro adolat divonining muavin raisi Xitoy. Shu cho'ng qurultiy kelgan Xitoy. Anadan keyin xalqaro adolat, xalqaro jinoiy ishlar sotimi o'sha milliy qirg'inchilik va davlatlar ishlagan qabih jinoyatlarni surishtirishga urgan. Bu yerda Xitoyning belgilik ta'siri va anadan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarshilik va shu yerdan kelgan tavsiyalar bilan ish qilishga urgan bo'lg'achqa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning kuchi bo'lg'achqa, yana birga kelganda bu to'silib qolish ehtimoli kuchli bo'ladi. Biz mushulardan hammani o'ylab, ham mushu xalqimizning hozirgi beshidan o'tayotgan ig'ir fojialarni, milliy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarni tarafsiz bir mahkama tarafidan dalillash va buni bir hujjatlashtirish. Yani her qanday bir hükümet yoki har qanday organ olsak, bu siyosiy bir material bo'lmasdan qonuniy material ekan bu deb qarag'idek qonuniylashtirish. Bu birinchi muhim vazifa. Ikkinchidan shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligini qabul qilgan 6-7 davlat va parlamentlar bor. Bularning qaroriga nisbatan Xitoyning o'tirib qo'ygan birinchi qarshi turish nuqtasi bular siyosiy qaror. Bular milliy qirg'inchilik degan qonuniy masala, siyosiylar qaror bermesi kerak degandek bahonalar bilan qarshi turgan. Endi Xitoyning qo'ldan shu bahonalarni qaytarib olish. İkinciden en mühimi Uyghur milliy qirg'inchiligini qonuniy jihatdan dalillash. Bu dalillarda bor, eng yuqori o'lcham bu dalillash, shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligining xalqaro bilinishi va xalqaro ta'siri cho'ng davlatlarni bu milliy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat o'tkazish. Dunyodagi shu xalqaro organlarning bu masalani qo'lga ilishini, qo'lga keltirish qatorliq masalalarda shunday qonunlashgan dalillar yoki qonuniy dalillarning bir to'planib qonuniy asos bo'yicha tiklanishi mumkin. Shu sababdan tayyorlik qilma uzun vaqt ketdi. Nurg'un guvohchilarimizning fidokorligi, andan keyin mutaxassislar, xilma-xil mushsaat ishlagan qarindoshlarımızdan Xitoyning ichki qismidan olgan ma'lumotlar va hozirgi zamon texnikasi bo'yicha sun'iy amroq yo'nalishlari hamma narsa butun chechilib yotgan qochilar bir yerga keldi. Xitoy hukumati bu sotning $5 to'sash uchun qilmagan qiliqlar ham bilan har xil amallarni chiqsab hatto sot kuni guvohlikda kelganlarning guvohligini to'sash uchunmi bütün seçiliklerini qildi, qarindoshlar bo'ldi. Lekin bu sot g'alabalik oxirlashdi. Endi sotning hukmnomasi chiqqandan keyin Xitoy nima deb chiqishib ketdi, nima deb undan keyin qurultoyga qilingan hujumlar va qurultoyni qoralashlar, undan keyin qurultoyni xalqning nazarida tuvan tushirish. Bular hammasi bir-biriga munosabat. Chunki hozir hamda 300 dan ortiq
Uyghur milliy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlar kategoriyasida Xitoy ishlagan bu jinoyatlar qonuniy dalillar bilan xalqaro o'lcham bo'yicha har qanday sud mahkamasi buni ko'rsa rad qilinmagan darajadagi puxta asoslar bilan hujjatlashtirildi. Endi bu hujjatlashtirilgan bu qonuniy dalil tarixda ko'p qoladigan material. 100 yildan keyin, 200 yildan keyin. Eng muhimi dünyada nurg'un mayli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, xalqaro sud organlari bo'lsin, masalan, xalqaro jinoiy ishlar sudi ICC deymiz, xalqaro adolat divani ICJ deymiz, yoki Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashi deymiz, yoki Yevropa İttifaqidek, yoki Dünya Emgak tijorat organidek xalqaro organlarning hammasi bu dalilga qarab Xitoyga bo'lgan bahoni shu bo'yicha beriladi. Shunlashqa bu qonuniy jihatdan mayli kuchi bo'lgan dalil va bu dalillarning aniqlab, ondan keyin bu dalillar haqida chiqargan yakun qonuniy asosda bo'lgan bir hujjat. Ikkinchidan, nurg'un qarindoshlar shu sudning hukmnomasidagi bir narsaga balkim tushunish jihatdagi kamlik tarafidan toz e'tibor berib ketmadi. Bu bo'lsa sudning hukmnomasida deyilgan beyond reasonable doubt degan inglizcha bir gap. Bu degan har qanday sudda dalillarni qabul qilganda bir o'lcham qo'llanadi. Bu dalilni qanchalik darajadagi dalilni men dalil deyman. Yoki bu dalilga qo'yilgan o'lchamning ig'irligi qanchalik deyman. Mesela odatdagi ommaviy da'volar bor. Uningda nurg'un shu Yevropa davlatlarining qo'yilgan o'lchami balance of probability degan o'lchamni shu. Ya'ni shuni o'ylaganda bu ishning bo'lish ehtimolligi bo'lmaslik ehtimolligidan yuqori. Ya'ni 51% bu ishning bo'lish ehtimolligi bo'lgan bo'lsa, uni dalil deb qabul qiladi. Ammo jinoiy ishlar da'vosi kelganda bu ishning sodir bo'lganligi ya bu jinoyatning falonchi tarafidan sodir qilinganligi hech qanday bir gumon, shak shubha qolmagan darajada isbotlangan bo'lsa. Ya'ni shu o'lcham beyond reasonable doubt bo'ldi. Hech qanday shak shubha qolmagan darajada bu jinoyatning sodir bo'lganligi va bu jinoyatni shu jinoyatchining sodir qilganligi buning hech qanday shak ko'tarmaydi yoki bu shak qiladiganmi yoqimidi. Bu shunday eng yuqori o'lchamni qo'llanganligini bu sudning hukmnomasi deydi. Bu deganligimda buni har qanday o'qigan qonun organlari o'lchamga qarab bular qilni qirqiribdi. Har qanday bir gumon yoki isbotlashga kichikroq chigit chaqirgan narsalarning hammani olib o'tibdi. Hamma narsa mukammal. Hech qanday gumon yo'q, hech qanday shak shubha yo'q. Shak shubhaga mahal qolmagan darajadagi mush faktlar asosida mush xulosa kaptu degan mush ma'noni bildirdi. Ya'ni beyond reasonable doubt. Shu chiqqan xulosa mushu xulosa chiqdi. Birisi milliy qirg'inchilik, ikkinchisi Uyg'urlar qilgan milliy qirg'inchilik, ikkinchisi insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat va milliy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatning kategoriyalaridagi har bir elementlar bo'yicha tekshirish ilib turdi. Shunlashqa Xitoy endi bu sudning chiqargan hukmnomasining xalqaroda qandaq o'rinlarda qandaq aks etib Xitoyning oldini qandaq to'sadiganligi va Xitoyning peshoynasiga milliy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatchi degan bu tamg'oning tarix bo'yicha urilishiga bu sudning hukmi sabab bo'lgani uchun Xitoy endi birisi qurultayni kichik tushirish uchun butun kuch bilan harakat qiladi. Ikkinchidan bu sudni yo'q sud, bular sud xarakterida emas, to'rt odamning yig'ilib olgan yolg'onchilik, uydurmachilik asosidagi bir narsa. Bu sudga hujum qilyapti. Uchinchidan guvohchilarni yuzini to'kib, bular yolg'onchilar, teatr o'ynaganlar deb bular orqali qilyapti. Endi yangi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Xitoyning elchisi bergan bayonot qarasak, Xitoy bu sudning hukmini qattiq ayblaydiganligini ve qat'iy qarshi turganligini da'vat etadi. Demakki, Qur'on tafsirining qarashlari oqmay, buni
bunun hiç qanday ta'siri bo'lmagandan keyin endi buni eyiblash degan gap buni balig'ini qabul qilmaydi. Qarshi turish degan gap bu onaning bir put taraf turayotgan bir narsa ekanligini e'tirof qilgan bo'ldi. Demakki, Xitoy hukumati yengilganligiga tan berdi hamda buni biz yengildik hamda qanday qilib buning ta'sirini azaytamiz. Eyiblash degan gap nayt ishlatgan tilimi bek asabiy. Yani favqulodda ochchig'i 180 gradus qaynab uningdan tishib fakat çaresiz kalganda ifadelaydigan bir eyiblash usullari bu. Nayt asabiylarcha. Şunlaşqa moşunun qarab Xitoy hukumatining xilofdan diyaran bo'lganligini ve bundan qattiq endişeге tushganligini ve bundan keyin Xitoy hukumatining hali qarshi tush ko'rdiganligini hamda hozirdan boshlab tahlil qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir savolimiz bo'lsa, shu Uyg'ur sotining hukmnomasi Xitoy Uyg'urlarga siyosatga qarshi jinoyat insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan va irqiy qirg'inchilik qilib qolgan deb rasmiy e'lon qildi. Hamda oldimizdagi bir necha yilda biz bu hukmnoma orqali Uyg'urlarga nimalarni tasavvur qila olamiz xalqarada? Rahmat. Ko'p rahmat. Endi jinoyatning xarakteri bekitildi. O'tirdi bir jinoyat vaqti nurg'un davlatlar va nurg'un organlar bu jinoyatning ismini qo'yolmaganlar vaqtida. O'g'irlikmi, bulanchilikmi, o't qo'yishmi bir jinoyat bo'lgan ekan. Bu jinoyatning ismi var, bu jinoyatning igisining mas'uliyati var. Uyg'ur milliy qirg'inchilik sudi bu jinoyatning ismini qo'yib berdi. Bir Uyg'urlar qarta ve Uyg'ur ve Kazak başka Türk milletleri qarta yani to'liq deganimiz yaxshi. Yalnız Uyg'urlar qaratilgan bir nima emas bu. Uyg'ur, Kazak qatorliq shu vatanning egalari bo'lgan Türkiye xalqlariga qaratilgan Xitoyning milliy qirg'inchiligini bu jinoyatni bekitgan bo'ldi. Ikkinchidan Xitoyning bu qilgan qilmishining insoniyat qarshi jinoyat ekanligini xarakterini ikki jinoyat turi bo'yicha bekitgan bo'ldi. Bu ikki jinoyat turi nima uchun muhim? Nurg'un qarindoshlarimiz buni to'liq bilmasligi mumkin yoki yetarli tushunmasligi mumkin. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'sha 2 dunyo urushidan keyin tuzilgan bir xalqaro sistemada davlatlarni ma'lum bir jinoyatlardan cheklagan va davlatlarning o'zini mudofaa qilolmaydigan xalqlarga nisbatan şu belgilik jinoiy qilmishlarni sodir qilishini oldini oladigan xalqaro to'xtamnomalar, ahdnomalar tuzilgan. Buning birisi o'sha milliy qirg'inchilik, ya'ni Jeneva 1948-yili Jeneva ahdnomasi deymiz. Bu milliy qirg'inchilik tartibi. Şu milliy qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha 5 turlik jinoyat milliy qirg'inchilik kategoriyasiga kirib bekitilgan va 16 turlik jinoyat bazıları biraz onu yanılap onun sanını köpeyken evvelinde insaniyet karşı işlenen cinayetler farklı. Bu şu cinayetin türüne bu şu Xitoy hükümeti hemmisini Uygurlarga bir tatbiqlab hatta ondan aşırıp hazırki zamandaki texniklik imkoniyatlardan foydalanıp mesela bu şu kontrol qilish anadaki yüz taraş teknikisi ve DNA ve kan evrilişkileri arkalık bulanın bütün malumatlarını opçu bir yerde toplap bulanın organlarını setiş katarlık mavu milliy qirg'inchilik ehtinomsida tayyorlangan yangi jinoyatlar hamda bu yangi jinoyatlarni tashkiloti hamda o'shalarning hammasi ism pakit o'tirib qo'yilgandan keyin buning hamda dunyoda qo'zg'aydigan ba'zi bir organlar bor ya'ni diqqatini tortadigan ba'zi xalqaro qurilishlar bor. Buning birisi Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashi cho'qim bu masalaga nisbatan hozirdan boshlab ko'ngil bo'lishga boshlaydi. Chunki Xitoy hukumatining Birleşken Devletler Teşkilatı bosh elchisining chichangishib ketganini qarasaqmi, bu ishning shu yoqqa qarab ketayotganligini his qilish mumkin. Endi o'tgan yillari Kanadaning o'sha New Yorkdagi bosh elchisi Bob Ray efendi chiqib ketdim.
Şu Uyghur Milliy Qirg'inchilik masalasini Kanada parlamenti bu jinoyatni qabul qilgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirib qo'ygandi. Xitoy vaqtidami tili sakrab ketgan ekan. Hatto Kanadani ayblagan. Salamo yerlik millatlarga aniqlanadi. Kanada uni qaytarib javob berib, bu ish dastlab qadamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokarada chiqilgan. Endi bu texamo ma Uyg'ur sotining hukmnomasidan keyin 300 batni bu yerga tushdi. Ma Kanadada bir qism advokatlarni uning qartakiga qaradi. Bu mesele Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashida cho'qim muzokaraga echildi. İkinciden, burun berilgan o'sha xalqaro jinoiy ishlar sotiga berilgan bir da'vo bor. Undan hozircha bir ilgirlash bo'lmadi. Ham ilgirlashning bo'lmaydiganligini yuqoridan bizga ma'lumdi. Shunlashki biz bu yo'lni tutmagan endi. Kanadada bir qism advokatlar o'sha dunyodagi boshqa mutaxassislar bilan birlashib boshqa bir yo'ldan xalqaro o'sha adolat divoni haqida buning izlanayotgan material beriladi. Shunlashqa o'sha xalqaro sudga bu masalani ilib berish uchunmi qadamlarni so'radi. Eng muhimi nimaga ko'ryapmiz bu dunyoda o'sha universal adliya imtiyoziga ega davlatlar bor. Ya'ni o'zining territoriyasida yuz bergan jinoyatlar uchun emas, insoniyatning qadr-qimmatiga munosabatlik halqiliq masalalarda bo'lib qabih jinoyatni ishlagan davlat va davlat amaldorlarini jazolashda o'zining territoriyasining sirtida yuz bergan bo'lsa bu jinoyat va bu jinoyatchi o'zining territoriyasining sirtida bo'lsa shularni jazolash haqida o'zining adliya organlariga huquq bergan shular davlatlar bor. Buni biz universal adliya imtiyozi deymiz endi. Ya'ni qonuniy imtiyoz. Sudlarning shunday hozir Argentinaga bu Xitoy hukumat amaldorlarini jazolash haqida bu berildi. Mening bilishimcha Ispaniyada bor. Chunki Jiang Zeminni sudga tortish uchun Falun Gongchilar bir nim bergan. İspaniyada bu imkonni qilyapmiz. Anadaki yana birisi Turkiyada bor ekan. Turkiyada bizning qarindoshlarimiz Turkiyadagi tajribali advokatlar bilan birlashib Turkiyaning universal shu adliya imtiyoz huquqi bor ekan sudlarda. Xitoy shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligiga chetishga olgan Xitoy amaldorlarini jazolaydigan shunday barliq imkoniyatlardan har davlatning sud devlet sudları ve halkaralık sud ve halkara organları foydalanıp Xitoyni müşakkada cinayetli tartış yani Xitoyning bu jinoyat qilmishini adolat organlariga ilib berish Xitoyda sudlash shu masala menimcha o'sha oldimizgi yillarda qurultay ilib boradigan va hozir allaqachon boshlab qo'ygan muhim bir nimalar shularning hammasining hujjatga chiqishida. Çünkü her bir sud Uyg'ur milliy qirg'inchilik sudi ta'minlagan dalil isbotlarni hammasini bir yig'iblamoqda. Endi Uyg'ur milliy qirg'inchilik sudi, Uyg'ur sudi bu dalillarning hammani qo'limizga shu mana deb tatbiq tayyorlab bergandan keyin boshqa sudlarning endi buni tadqiq qilib, faktlarni yig'ib bunday qilishga ehtiyoj qolmaydi. Qo'limizda darrov ishlatish bo'lgan tarafsiz sud mahkamasining faktı bor. Şunlaşka emde biz kademli to'g'ri qadam bilan minib to'g'ri yerda to'g'ri ish qila olsakla Xitoyning shu oldimizgi 3-4 yilda xalabak asr ta'limimizda shuni düşünüyorum. Rahmet. Demişim bu Uyghur sotining ahamiyatini biz Uyg'ur davası nəhayət zor bir ahamiyatga ega deb qarash qildi. Lekin Dünya Uyghur Qurultayı hozir bir necha yerlarda davlatlarda shu majburiy emgak to'g'riliq masalan Angliya tamojnasini Angliya sotiga arz qildi. Lekin Kanada, Argentina, Angliya, Germaniya, Turkiyalarda siz deganga o'xshash bir qism rasmiy sotlar boshlandi. Ham bu qabul qilinib qarab chiqilishga boshladi. Endi bu sotlarniki taraqqiyoti nega berib taqildi? Kelgusida bu tirishchiliklardan nimalarni umid qila olamiz? Rahmat. Ko'p rahmat. Bu menga yaxshi bir savol bo'ldi. Endi shuni bilishimiz kerakki, bu sotning hukmnomasi chiqqan bilan agar buni ishlatmasak, shu hukmnoma Uyg'ur sotining to'g'ri turadi. To'g'ri. Buni ishlatishimiz kerak.
Bunu işletgende buni bir qancha tarafdan ishlatish imkonimiz bor. Birisi Xitoyning xalqaro sud organlarida shu milliy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatning ichki jinoyat kategoriyasidan Xitoy va Xitoy amaldorlarini sotlash. Bu sotlash deganimiz bu ulardan hisob so'rash deganimiz mushuning qartilidir bir taraf. Yana bir tarafda irqiy qirg'inchilikning tarkibida bu majburiy emgak, qulluq, bu deganlar bu jinoiy qilmishlar bo'lmagan bilan insoniyat qarshi ishlangan jinoyat kategoriyasida bosqinchilik, insonlarni qul qilish, majburiy emgak qilish degandek bu jinoiy qilmishlar insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatning jinoyat kategoriyasi bor. Endi shunlashqa anadan foydalanib hozir Angliyada bir sud bo'layotdi. Angliyaning tamojnasini sudga beryapti. Nima deb desa, bu tamojnaning sudi Kanadada sudga berilib, o'sha 12 oyning o'tgan yil 12 oyning 6 kuni sud tamomlandi. Faqat hukmnomani saqlayapmiz. Bu sud nima deb berildi desa, hukumatlar nurg'un o'sha Xitoyga munosabatli ta'minlash zanjiriga chetilib ketgan va bundan $1 milliard pul topgan kuchli shirkatlarning lobbichiligi va ularning shu davlatning iqtisodiga qo'shgan belgilik ish imkoni saqlash, ish o'rinlashtirish qatorli afzalliklardan foydalanib, hukumatga besim qilib, ba'zi masalalarda hukumatning konkretni qadamlashishini to'sab qo'yapti. Bu Angliyadan bor, Kanadadan bor, yani Amerikadan bor. Aslında Walmart deyimiz nurg'un shirkatlar, shu Amerika kongressiga, shu Amazon'ga, hatta biz Uyg'urlar ayonda faoliyat qilsak, ayon tarafdan bunda qonunni o'tkazmanglar deyishning sababi shu. Hatta Almanınki Amerikadagi lobbichiligimi aytib cho'ng bir sachilik bo'lib bosh bo'ldi. To'g'ri. To'g'ri. Dalma to'liqlamoqmi dal shu nimaga tushadi shu kategoriyaga. Shunlashqa bu yerda bu Uyg'urlarning bu dunyo Uyg'ur turkiy boshliq bu da'voning yolg'iz Xitoydan iborat bir tushumi yo'q. Xitoyda manfaat olayotgan yaqin 3-4 kundan buyon tega Sri Lankalik bir adashning Uyg'ur milliy qirg'inchiligidan nima chatag'im bor, hech kimning chatag'i yo'q. To'g'ri. Topsamlar bo'ldi degan bayonlar bor. Shu ochko'z cho'ng shirkat beshidikilarning bu masalaga insoniy, vijdoniy nuqtadan emas, iqtisodiy nuqtadan qaraydiganligini ko'rsatib beryapti. Bundan qaraydiganlar yomonchi. Xalqimiz buni bilishi kerak. Xitoy hukumati necha yillardan buyon o'sha mediada bo'lsin, dunyodagi adabiyot san'at sohasida, kinochilik sohasida bo'lsin, tadqiqot sohasida bo'lsin, universitetlarda bo'lsin, o'ziga sodiq ishlaydigan g'olchilarni pul setib olib, har yerga tiqib to'ldirib. Ularning belgilik tashviqot kuchi bor. Shular hammasi bir yerga kelganda bir tarafdan Uyg'urlar hukumatlarni bir ish tadbirlarini qisqartyapmiz, yana bir tarafdan kuchlar hukumatlarni qilayotgan tijorat, bo'layotgan ishlarga daxl etkazsanglar, iqtisodimiz qanday bo'ladi, ta'minlash zanjirimiz qanday to'solib uchraydi, hukumat bunday qo'lladi. Undan so'ng buni yo'lga qaysi sud. O'zimizning kuchi hukumatning siyosatini o'zgartirishga yetmasa, sud orqali hukumatning kuchini siyosatini o'zgartirish. Shunlashqa Angliyada berilgan tamojdan berilgan sud shu, Kanadadagi shu. Endi Kanadadagi men aralashganim uchun undan tushuncha bor, yana boshqa davlatlarni nima qila olmaydi. Nurg'un davlatlar, masalan, g'arb davlatlari bo'lishlari shart emas. Dunyo tijorat tashkilotiga a'zo va xalqarodagi shu qulluqqa qarshi, majburiyatga qarshi nurg'un ahdnomlar bor. Buning imzo qo'ygan davlatlarning hammasi o'zlarining ichki qonunda bunga munosabatli ba'zi qonuniy tuzumlarni barpo qilgan. Xalqarodagi shunday ahdnomlarga imzo. Shunday bo'lgani uchun xalqaro ahdnomalarga qo'ygan imzosi sababli xalqaro qonuniy mas'uliyatchanlikka ega shu xalqaro ahdnomalar uchun o'zining ichki qonunlarini shu xalqaro ahdnomaga moslashtirib o'zgartirish uchun davlat ichida qonun bo'yicha mas'uliyatga ega. Bu mas'uliyat nima bo'lsa, qulluq emgak, majburiy emgak ishlangan mahsulotlarni shu davlatga kirgizmaslik, ularning bazalari iqishini cheklash qatorli bu davlatlarning mas'uliyati. Biz endi Kanadada qilayotganimiz
hozirgi mavjud Kanadaning qonunlari Amerika va Kanada, Meksika o'rtaroq tuzilgan uch taraf savdo to'xtamnomasi, Dunyo tijorat tashkilotidagi ba'zi qonuniy moddalar, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ba'zi ehtinomalari Kanada imzo qo'ygan. Bularni ham yig'ib kelganda Kanada tamojnasini bizning shu Sharqiy Turkiston ishlangan Uyg'ur majburiy emgigidan hosil bo'lgan mahsulotlarning Kanadaga kirishini cheklaydiganga to'liq qonuniy mas'uliyati bor. Ama o kanuni mesuliyetini icra kılmalıdır. Bu şartların sotku verdi. Sotumuzdan kabul kıldı. Sotla nimesi bop etti. Birinci sot 13 günden 6. günde. Hem de hükümnamını sakladığımız. Eğer hükümnamıda sotçu bizning degan nimamizni qabul qilsa, ya'ni Kanada tamojnasining mavjud qonuniy mas'uliyatlar bo'yicha shu majburiy emgak va qulluq xarakterli emgakda ishlangan mahsulotlarning Kanadaga kirishini cheklash mas'uliyati bor. Buni ijro qilmadi degan hukmni bersa, vaqtida bu ikkinchi qadamga texnik cho'ngroq so'tib. Ya'ni hukumatlar biraz shu cho'ng shirkatlarning bisim bilan yoki o'zlarining 20-30 yildan beri qurib olgan ta'minlash zanjiridagi zanjirsimon shu munosabatlarni bazı amalsız qo'llanib bırakılır üzermey, yoki olmaydi isim bilan üzermey, şuna taraftan bisimde hükümetlerin siyasetini eğer bu kichikgina ozgina Uyg'urning kuchi bilan o'zgartirmasa, sotning kuchi bilan o'zgartirish. Shunlashqa bu yerda yana shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligining chiqargan sot hukmnomasidagi shu insoniyat qarshi ishlangan jinoyat kategoriyasidagi moddalar qarasak, qiyin qistat, zulm, erhal bisim, anadan keyin qulluq, majburiy emgak, bosqinchilik qatorliq jinoiy qilmishlarni ko'ramiz va bu jinoiy qilmishlar allaqachon isbotlangan jinoiy qilmishlar. Shunlashqa boshqa bir narsadan dalil topishimizning o'rni yo'q. Shu dalillarni oliblar o'zimiz turayotgan davlatlarning tamojnasi va shu davlatlardagi mustaqil adliya sistemasidan foydalanib bu sotdan bu hükümden çıkardığımızda hükümet mecbur icra kıldı. Sotun hükümünü icra kıldı. Yani ikinci bir narsa belki başka devletlerge bir örnek buluşu mümkün. Kanada'da şu bir iş yaptışıda Kanada federal sotuğa yani bir müracaatname tapşırıyoruz biz. Bu müracaatnamenin ismi çünkü Kanada parlamento Uygur Milli Kırgınçılığını kabul kıldı. Ama hükümet kabul kılmadı. Mandaq bir işkilen var yani bizde, Kanada'da var, nurgun devletlerinde var. Bundan sonra qandaqımız, yani Uygur Milli Kırgınçılık sotunun hükümnamasının asası da Kanada sotuğa biz şu Xitayning Uyg'urlar qaratgan ilib boratgan vahshiy qilmishlaridan milliy qirg'inchiligi haqida sen bir jakarnoma e'lon qil sotnoma deydi. Agar Kanada sudi bu jakarnomani shu Xitoyning qilayotgani shu o'lcham shu faktlar asosida bu milliy qirg'inchilikka kirdi degan Kanada sudi o declaration o jakarnomani e'lon qilsa, yana hukumatning bu Kanada sudi jakarnomadan qilsa, yana nima deb sen qabul qilmaysan? Hükümetli bunun kabul kılışı kıstaş. Çünkü bu garip devletlerde fonksiyonel barıdığını hükümet. Parlamentler emez. Hükümet bu işini tutmasa, hükümet bunu kabul kılan takdirde bu iş başkaçı bir yönlüş karakter akıl. Yani bu mesele Birleşken Devletler Teşkilatı'da hükümetler de tutulur. Bu şey Halkara Adalet Divanı'na hükümetler sponsor bulmasa bir yer gibi ama. Halkara Cinaişler Sotağa yani hükümetler ilip bağımsa, Halkara Nurgun organlar var Birleşken Devletler Teşkilatı'nın, Dünya Ticaret. Bunun da şahsi teşkilatlar ya kombi teşkilatlar köpleri kiremeydi. Hükümetler buna kılış gerek. Şunlaşka hükümetlerin bu milli kırgınçılıkla kabul kılışı pek zor. Kabul kılanın killa Cenab-ı ehtinamız boyunca bu hükümetlerin zimmisini kanuni mesulü düşünür. Bu milli kırgınçılıkla kabul kılanın ki o dönemdeyse sen kabul kıldın aldın ilişkin tedbir alırsan bu kılmışını işleyen cinayetçilerini cezalayiş için tedbir alırsa. Üçüncüden bu milli kırgınçılıkla kurbanlarına yardım veriş için senin mesuliyetine mamama açlanmışsın. Tabi mesuliyetini tanıtılmış. Şunlaşka eğer hükümetini biz normal paketler kabul kılamazsak sot arttırmak mecburlaşımız gerek. Şunlaşka bu sotun hemisiga
Yani berip nege varımız? Şu Uyghur sotu təminlegen 300 betlik deliller bu varımız. Şu nesine payısı. Köpten köp rahmet. Anadaki anlasak sizinki tirişçalıqınızda Kanada'da kanuni mutaxassislar gruppasi qurilibdi. Bu mutaxassislardan bir qismini praktiki 7. navbatlik qurultaydan ko'rishdik, tanishdik. Ham bu to'g'riliq jamoatchilikka bir tushuncha bersangiz, bu gruppa nima uchun xizmat qildi, kimga yordam qildi, nishoni nima? Rahmat. Köp rahmet. İşte nimene gruppa ilan kılınğan bilen Kanada'nın bir xatarlı koydanları. Anadayken bizden faaliyetimizde karşı durduğun bazı sol kanat kişiler var. Buna bazıları da Xitay'ın okulu var. Ama bir kaç kıtım hazır için 8-10 sualına cevap verip buldum. Bu advokatlar kanday işleydi, pulun nerede tapsılar, kanday pul tölesin diyendek. Yakında ilan kılınımız bizden 3 grup ilan kılındı. Birisi kanuni meslek grupusu. Şu Uyghur haklarını himayet kılış kuruluşunun məxsus kanuni məsləhətçiləri olub, özləri qobul qeyğanlar. Bunlardan 7 kişi var. Birincisi Sara Teştep, xalqara qanunşünas, kişilik hukukda advokatı. Maqatim Prag'daki bizden emigimi vardı ve kanalda katlaştı. İkincisi David Matas. Bu mu xalqara Cinayi İşler Sotu'da vatan çıktım erizler katlaşkan adam. Kanada'dan mükafatlardan Üçüncüsü Profesör John Packer, Ottawa Üniversitesi'nin kanunşünaslık profesörü. Anadolu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurgun halkaralık teşvikini berpa kılış yemeleri katlaşkan. Anadolu'nun devletler oturup toplum işini bir taraf kılış için cık kanuni mesleğini Birleşken Devletler Teşkilatı'na tayarlaştı için grupları teşkilatına donluk kanunşünaslık. Şunun okşaş Yona Diamond var, bu kişimin John Becker bilen bir Uyghur sotağa. Demek ki Aziza Kenci var, olmadan Nike Müslüman adukat şunu hoşuz, 7 adukatımız. Yani Clive Annesley ve nimeni sanabı deyemde, Philip Laurential. Clive Annesley degen kişi hem Kanada'da kanun doktoru, hem Xitay'ın kanununu Xitay'da okup, Xitay'ın Jawton Daşı, Fudan Daşı degen mektapları Xitayga kanun dersi verdi. Xitayning o'zining qonuni. Shunga hem Xitoy qonuni, hem Kanada qonunining mutaxassisi. Bularning hammasi Kanadada bilingan va dunyoda bilingan donliq advokatlar. Shular 7si xolisona bizga qonuniy maslahat beradigan, Kanadada qonun ijodiy ishlarni qila olamiz, xalqaro ishlarni qila olamiz. Hozircha 15 moddalik bir xizmat planını tüzdük. Şunun dastlabki qanchisini bir ayda qilamiz, qolganini qanday qilamiz deganda shuni ishlayapmiz. Yana birisi siyosiy, chunki bu Uyg'ur Sharqiy Turkiston da'vosi hozir dunyo siyosatining tarkibiga kirib qolganligi. Buni aktivizmlik safa bilan yoki o'zimizning mandaqla his tuyg'ular bilan bu ishni qilolmaydi. Buni qilamiz desak, shu ishni qilgan devlet başkanı, devlet aparatlarında hizmet ötegen, xalqaro sistema ve G'arb dünyasının devlet aparatlarının işliş hakkında, qandaq funksiya aqtırdıqanlar hakkında, qandaq ishni qanday qilish hakkında, bu ishni bilgan insonlar bilan ishlashimiz kerak. Shunday bo'lganda, birisi vaqtni muftimiz, ikkinchidan to'g'ri qadamni basa olamiz endi. Shuning uchun David Ford umumiy davlat ministri bo'lganida bizga maslahatchilar berdi. Anadolu'dan Profesör Charles Burton, burun Kanada'nın Xitay Beijing'deki elçixanada siyasi ateşe, yani siyasi meslek uzarı olan adam. Hazır çoğun bir tədqiqat institutunun dışında. O adam bizge siyasi meslekçi. Anadolu'dan Margaret Johnston degen hanım da, o muavin minister olan Kanada'da. Xitay Kanada münasebet bırakıcı tədqiqatları var. Ama Uyghurlar meselesi talqıladı ko'ngil bilgan. Hazır üniversitede okutukça, nayetli güçlü ornu var. Bu hanım bizge siyasi meslekçi. Anadolu'dan tegi Estoniyalık bizden Uygurlar meselesi kızıkkan, Magnitsky kanunu Kanada'da kanunlaştırış için küçüge Marcus Kulga, bu damlık mütxassıs.
Bu kişi bizden siyasi maslahatçımız. En ahırda Profesör Scott Simon. Kanada Tayvan münasebetlerine mütehassısı, uzun müddet Tayvan'da okuyan Uygurlarla bakın oldu. Yani hemmisi profesörler danlık mütehassıslar. Bu 5 kişi mi? Hazır bizden siyasi maslahatçımız. Anadaki tədqiqat bizge edem lazım. Yani tədqiqatda özümüzden emez. Şu Xitayning texniklik şirketleri yalnız Kanada, Amerika'da emas, Avrupa'da şundaqça Hikvision deymiz, Dahua deymiz, Alibaba'nın stokları emniyeti var, Huawei var. Ama bu şirketlerine qarsak, şu Uyghur Milliy Qirg'inchiligida Xitayning texniklik apparatlar oldukça xizmat qilayotgan şirketler bular. Şu Uyghur Qirg'inchiligi oldu çoğun. Bularni qanday jazolaymiz? Bizning bu kundalik xabarlar bilan bu bo'lmaydi. Shundaq qilib internet sohasida cyber bexatarligi jihatda o'sha mutaxassis kishilar bilan ishlashimiz kerak. Shunlashqasi Connor Haley bilan Jeffrey Ahon degan bir Yahudiy qarindishimiz bor. Bular Xitoyning yuqori texnikalik shirkatlari va buni Uyg'ur milliy qirg'inchilik bilan bo'lgan munosabati ve bu şirketlerin G'arb dunyosidagi mavjudlari qanday ishlarni qiladi. Bularni birlashtirib bizga tadqiqot sunadi, fakt sunadi. Buni advokatlar guruhi bilan qonun guruhiga ko'taramiz. Bular bilan qanday qonun ijodini qanday qila olamiz? Aniki siyosiy maslahat guruhi bizga maslahat berdi. Siyosiy jihatdan biz buni qanday Boşunlar yürüyüşleştirirken böyle 3 bir maslahatçılar guruhi qurib chiqdik. Hazır hem de şuna bağlı 14 kişi var. Hemisi çoğun mütehassisler. Bu san köpüyüşü mümkün. Bu şuna bilen hem de yalnız Kanada'nın işki kısmı demez. Dünya mütehassisinde, kanun sahasında, hatta organlardan bu mütehassislerimiz olan şu 5 kişiler çoğun bir işlerini bu çok küçüklerimizde plan koyuyoruz. Yani bir nesini koşup koyay, onlar bizden bir tim kullanmaydı. Taksız işleydi. Hem de şundan bir şeylerine hem de bizge şu işençini bizge işengeni hakikaten Uyghur halkı namıdan biz koşal buluşup mesela çünkü bulanın eğer saatlik iş hakkını vermezsek biz kendim kullanmayız. Saatlik $1,000 işleydiğen güçlü fabrikatlar hem bizge dikkat işlevatı da. Yani insoniylik uchun yordam qilyapti. Meniki yana bir savolimni so'ragim kelib qoldi. Hozir Uyg'ur sud bo'lib o'tdi, hamda asosliq shu Uyg'ur majburiy emgaki to'g'riliq sudlar bo'lyapti. Xitoyning amaldorlari arz qilinyapti. Hamda bu yerda Xitoyning biz qo'limizda qurol yo'q, Xitoy boshqa jihatda hücum kılanmagan bilen Xitayning iqtisodini ojizlashtirish mush orqali bir qancha davlatlarda masalan Norvegiyada mı Xitayning Hikvision, Dahua qatorliq shirkatlarini Norvegiya neft fondidan biz ajratib chiqardik. U bizniki besimimiz bilan bo'ldi deydi. Mushundaq tashkilotlar nurg'un o'zininki tirishchanliklar orqali Xitoyning iqtisodiga unumli holda zarba bera oladi. Hem de bu sot bo'lgandan dalil isbot bo'lishi kerak. Mishada Uyg'ur soti muvaffaqiyatga oyoqlashdi, nurg'un guvohchilarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda buningdan keyingi shu majburiy emgak to'g'riliq sotlarda sizniki shu guvohchilarga qanday chaqiriqlaringiz bor? Masalan, biz pomidor qiyomi to'g'riliq, paxta to'g'riliq, qanday elektr saymonlari to'g'riliq chaqiriqlarni e'lon qilgan bo'ldik. Shular majburiy ishlaganlar bo'lsa o'zinglarni ma'lum qilsanglar, sotlarda guvohlik qilsanglar deb. Lekin ko'ngildagidek bir natija chiqqani yo'q. Shunga bu to'g'riliq bir so'zlaydiganlaringiz bo'lsa, marhamat. Qarindoshlarımızga shuni alayda eskartib o'tdim. Chunki shundaq biz guvohlik uchun ba'zi materiallarni talab qilganimizda quturib qadamlar paydo bo'ldi bir yerdan. Voy, bolam manga qarta, voy sen Turkiyadan 10 ming odamning tizimini ketgan bo'ldi. Hatta hijolat olmasdan sen Xitoyga sotding bu gaplarni deganlar bor. Şonlaşqa bu masala kelganda mushundan kichikgina bir ikki jumla bilan izoh berib o'tay. Turkiyadan bizga kelgan 11882 tizimlik edi. Biz buni shu 1,5 yil kompyuterga
qarindoshlarimizni uchuri jaketimizni nima hozirdan bilan ishonchidan bilan yüklaş jarayonida eng oxiri chiqqan son 3314 chunki qaytalangan takrorlangan uchurlar anadan keyin o'xshash imkoni bo'lmagan xato uchurlar masalan tug'ilgan julay kuni deganga 2049 yili 17 ayning 48 kuni deganda bu biz tuzatadigan uchurlarni shularni hammani chiqarib aytganda 3314 shunlashqa bu son haqida deyman. Ikkinchidan bu narsalar Kanada hukumatiga yo'llangan. Ularda var. Yani o uçurlarını biz özümüzde göz karşı olarak asırdık. Hatta şu uçurlarını bir haberlik için ayda $80. Şimdi şu computer sistemi mesela bir app yasalan şunu app'na bir haberlik için ayda $80. Kardeşlerin uçuru bir haberlik için. Hem de en mühimi Kanada parlamenti ve Türkiye'de kardeşlerin için bir kararname çıkardı. Şimdi yani 12. günü bunu ilan kıldı. 5 siyasi partinin milletvekillerinden bir şey. Ama kesinlik olsa bu sırada hükümetin biraz bahane oldu. Ona olan olmuşlar keçikten bu. Şunlaşıkta bu hem bir 800 aldığımız bu vaktan mesela. Anadaki en mühimi bu da aktım bizden kurultay reisimiz Dolkan Eysa'yla o göçmenler ministerine özüyle görüştük. Bu şu mesele görüştük. Görüşkende Türkiye'den çıkış veremde o mesela mağlu bırakacak diye. Bu hakikaten Kanada'da ciddi kaygı var. Çünkü Türkiye'de bazı hükümet organlarının üyebiye degan gaplar bilan maxsus Kanadadan ve UNHCR'dan hükümet maxsus adamlar ular bilan kurashganini bergan bayonotlarda farq bor. Çünkü Kanada'nın o'ylagani Türkiye çıkış vermesi biz mümkün saqlab beklar. Çünkü bizga kelgan uchun Türkiye'nin Uyg'urlar çıkış bermaydiganlar. Anadan keyin boshqalarni ursak, o'sha o'sha g'arb davlatlaridagi xristian missionerlar Türkiye'den Uyg'urlarni olib xristianlashtirib deganda Türkiye'de bu tashviqotlar bor. Bu tashviqotlar shu Türkiye hukumatining ba'zi amaldorlarining quloqiga yetgan. Bizning ma yaxshi qilayotgan ishlarimizda qandaqdir xristian missionerlari bularni olib xristianlashtirdi deganda ma tashviqot uchunmi Türkiye'de ishlatgan avvallar borkan, bu shularning hammasini yig'ilib, bu ishning kechikib ketishida yolg'iz Kanada'nın rolü yok. Kanada parlamenter kararını kullanıyor. Yani hükümet mi bir şıkkata edememekte Türkiye'ye boşlarını küstüp uyarıp Uygurlarına havalı nerede çıktı. Ama bazı kesinlik ve Türkiye'nin İşler Ministerliği'nin hazırlıklarından iki kıl bayanat öyle Kanada'da bir arasaldırıcılık var. Bunu nimkip koyayım. Lakin bu hakkında bizden perişanlığımız tohtak dağılım yok. Belki bu hizmet amalga oshguncha chunki parlament qarorni olgandagi hukumatning ijro qilishi bog'liq 30%lik qism 70% tugab qolgan. Bizning tirishchiligimiz taki shu amalga oshmaguncha biz to'xtab qolmaymiz. Buni alayda eslatib qo'yamiz. Shuni bilan birga shu vatan davosi munosabatli masalalarda qarindoshlarning guvohligiga ehtiyojimiz bor. Uyg'ur sotimi shu yerda guvohlik qilmaganimiz bilan natijaga o'tmagan bo'ladi. Shunlashqa ko'chadagi ba'zi o'sak so'zlarga qaramay umumiy vaziyat qarab shu mecbur emgak meselesine kardeşlerin tövendeki sahalar boyunca başına aralashgan bo'lsa mayli sizga ya'ni Nurgiyatga Baxtiyor qaralishimizda yoki bunga yoki boshqa nimalarga bo'lsin guvohlikni bersa yoki biz suhbatni qo'shilsa bu davarimiz uchun favqulodda foyda bo'ldi. Bu nimalarning sahalarning birisi paxtaga munosabat, to'qimachilikka munosabat. Bu deganlik itizga chiqib paxta terishga qatnashtirman deganlik emas. Ba'zi erlarimiz bor, shu paxta zarliqlarni sug'urilish uchun eriqishdan chaqqanlar bor. Paxta terishga qatnashgan, paxtaning urug' silishga qatnashganlar bor, sulashga qatnashganlar bor, paxta terishga qatnashganlar bor, paxtani to'shishga qatnashganlar bor, buni qatnashadiz. Anadagi paxtaning jip chiqarishga va uningda rax to'qishga, uni tikishga deganda bir yurish sistemi bor. Buni xohlagan bir kategoriyasi qatnashgan ayol 2010-yildan keyin, mumkin bo'lsa 2011dan keyin hozir mayli yil o'rdi. Chunki bu yil cheklamasi bo'lishining sababi har qanday bir jinoiy qilmishni sotga olishda yil cheklamasi bor. Qancha yildan o'tib ketgan bo'lsa, bu vaqt cheklamasi bilan bu asosan sot qabul qilmaydi. Va konrakt 2011'den keyin bu ishga aralashgan qarindoshlar bo'lsa, bir guvohliklarni yo'llab bersinlar, chunki Xitoyni to'xtatadiganlar shunday ta'kidlar. Yana birisi pomidor.
Pomidorni ham yalnız pomidor o'zgarlar emas. Pomidor etizliqlarini sug'urish uchun o'stan chapqandan boshlab suvga olganlar, pomidorni tikkanlar, uni parvish qilish uchun o'g'it chachqanlar, o'qiganlar, o'tiganlar, hatto pomidor o'zgan, uni to'shigan, uni yuvgan, qiyamga aylantirgan yoki o'sha bosqichlarni xohlagan birisiga aralashganlar. O'xshash narsa elektronlik narsalar uchunmi inovatga ega. Masalan, anadan keyin hozir eng chong masalalardan birisi o'sha quyosh energiya taxtisi. Quyosh energiya taxtisi masalasi dunyo bo'yicha chong masala, chunki dunyoning o'sha quyosh energiya taxtisining taxtisiga xom moddaning 70%ga yaqini, ba'zilar 50 deydi, ba'zilar 70 deydi, ko'proq 70%ga yaqin o'sha xom modda bizning vatandan chiqadi. Xitoy o'sha tashqi dunyodagi quyosh energiya taxtisining 90%ni Xitoy ta'minlaydi. Shunlashqa bizning vatanimizdagi o'sha polysilikon grade degan moddani nimasi bek muhim. O'shaning xohlagan bir nimasi qatnashganlar, ya'ni o'sha haqida 2011dan keyin tumshuqda masalan Canadian Solar degan Kanada quyosh energiyasi degan bir shirkat bor. Şu Oqsulan Qashqadaryoda, şu nimaga yaqin yerda biz nim qilganda sansat o'latdik. Aşağıya yaqin yerlarda masalan tumshuq deganda Kanadaning maxsus quyosh energiyasini ishlaydigan yer Uyg'urlar juda yashaydi. Hamda chet el qarindoshlar biroz onlarni to'na qoldirishadi. Ishlagan bo'lsa yoki shunga munosib bo'lsa, bu guvohliklarni berishinglarni kutamiz, chunki bu Xitoyning o'sha shirkatlar bo'yicha da'vo qilishda bizga guvohlik kerak. O dalil faktlar allaqachon bor. Buning men ziyniga uchirdim. Men bu ishga qatnashgan deydigan odamda yashashga uchradim kerak. Bo'lmasa bizda dalilning yo'qligidan sizlardan guvohlik talab qilmayapmiz. Ya'ni men bu Kanadada yashagan 20 yildan oshdi. Men vatandan chiqayotgani 30 yildan oshdi. Men buning qurboni bo'lgandim deyolmayman men. Yakında çıkan qarindoshlar var. Men ma'lum qurboni bo'lgandim. Chunki bu qarindoshlarning o'sha bu sot neydi? Bu suya kelib isbot berish uchun balkim g'arb davlatlar kelishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Sotlarni isbot berish uchun. Hatto buni iqtisodiy to'lami bor. Bunaga arzdor bo'lgandan keyin buni iqtisodiy to'lamdan manfaat olish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shunlashqa buni qarindoshlarning bunday qilishgan demay, bu biz qilayotgan ishlar jiddiy ishlar, natija bo'ladigan ishlar. Mutaxassislar bilan ishlaymiz. O'shaningda bir ko'ngil bilishini men o'tinaman. Yana birisiga hamda o'zinglar qilmagan bo'lsanglar, shuningga munosabatli kishilarni bilsanglar, uni tanishtirib qo'ysanglar, albatta yaxshi bo'ldi. Bu uchurlarning bexatarligi o'zimizning ko'z qarashida hozirgacha biz bu vatan davosiga tunigan kirmadik. 80-yillardan boshlab dastlabki gaplar davatimiz. Xalqimizning uchurining qanchalik muhimligini biz bilamiz. Bizning qo'limizda esaldan xalqimizning uchuri bo'lib keldi. Hozirgacha hech kimning uchurini bir joyga oldi degan bir gapni Allohga shukr yuzimiz oq. Ham biz o ishlarni qilgan odamlarimiz ehtiyojimiz bor. Shunlashqa uchurning bexatarligidan ansirmay, ma'nasan foydali qilamiz, ziyonli qilamiz demay, o'sha majburiy emgak sohasiga 2011-yildan keyin qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, sizlardan o'tinimiz, o'sha ishlar uchun favqulodda muhim. Hozir advokatlar tayyor, sotlar tayyor, hammasi tayyor, Uyg'ur sotining nimasi tayyor. Faqat men o'sha ishga qurbon bo'lgan, men o'sha ishning jabirini topgan Xitoy hukumati meni o'sha ishga majburiy qatnashtirgan, mana men shu deydigan odamdan har birimiz paxta olsin, quyosh energiya taxtisi olsin, pomidor olsin, o'sha soat ishlagan o'sha qarindoshlarning 3-4 dunyoning nerede olsa lazım. Shulardan o'sha yordamni berib so'rayman. Deganlarimiz nihoyatda to'g'ri. Haqiqatan bu sotlar mayli Angliyadagi sot bo'lsin, mayli Amerikadagi majburiy emgak qonuni bo'lsin, mushu mayli Kanadadagi Argentinadagi sot bo'lsin, bu har biri Xitoyga milliard dollarlik ziyon sola oladi. Bu bizning qo'limizdan keladigan ham qila oladigan bir ish. Balkim Xitoyga qurolli hujum qilib unchalik ziyon sola olishimiz notayin, lekin o'zimizning haq-huquqini qo'g'dab qonun yo'llari orqali milliard dollarlik har bir sotdan shunchalik Xitoyga zarba bera olamiz. Sizning qimmatli vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat Mehmet To'xtika. Programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat.
Sahifimizni texim yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'rmanlarimizning qanlimizga a'zo bo'lishni va hambarlikni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.